Sure Hud tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve nihayeti mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Elif, Lam, Ra. Bu hikmet bilen iş kılgıcı, emmeden haberdar Allah tarafından nazil bolgan ayetlerinin tüzülüşü puxta, aqide, ahkam, vaz ve qıssalar tafsili bayan kılıngan kitaptır. Aytqın ki bu kitap sizlerning Allah'tan başkasıga ibadet kılmaslıqınlar üçün nazil bolgan. Şübhisiz ki men sizlerge Allah tarafından agahlandırıcı ve hoş haber bergücümen. Sizler Rabbinlardan mağfiret talep kılınlar. Andın onunla tövbe kılınlar. Allah sizlerini muayyen müddetkiçe, yani ömrünla ahirleşip, ecelinla yetkiçe, hayatı dünyadan obdan behremen kılıdı. Yaxşı iş kılgıcığa kılgan yaxşılıkının savabını berdi. Eğer imandan yüz öğrüsenler, sizlerinin kıyamet gününün azabı kılışınlardan ensireymen. Ölgenden keyin Allah'ın dergahı qaytısılar. Allah her nersige qadirdir. Rastınla ula, yani kafirla, Resulullah Kur'an okuvatqanda onun yedinden ötkenlerde onundan yoşurunuş için yüz öğrüydü. Rastınla ula kiyimleri bilen çünkülün valganları da Allah ulanın yoşurun ve aşkarı işlerini bilip durdu. Allah hakikaten dilladikini bilgücüdür. Yeryüzüdeki hayvanlarının hemmesiga rızık berişini Allah merhamet yüzüden üstüge ağan. Allah ulanın turar cayini ve ölgenden keyin kömürediğin cayini bildi. Ulanın hemmesi roşen kitapqa, yani lavhil mahfuzga yazılgandır. Allah asmanlarını ve zeminini 6 günde yarattı. Asman zeminini yaratıştan ilgiri Allah'ın erşi su üstüdeydi. Sizlerinin qaysınlarının ameli yaxşı ikenlikini sınaş için Allah ulanı yarattı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen Mekke küffarlarga sizler ölgenden keyin çokum terlesizler desen, kafirlar çokum eytidi, bu fakat roşen sehridir. Eğer biz ulağı nazil boladigan azapni çeklik vaqt kechiktirsek, ular çokum mashir qilish yüzüden azap nemishqa tushmaydi deydi. Rastla ulağı Allah'ın azabı tushgan kunda ular qachidigan yer topolmaydi. Ular mashir qilgan azap ularni qo'rishib oladi. Eğer biz insanga merhametimizni tetishsak, yani nimetimizni bersek, ondan onundan tatib alsak, u çokum Allah'ın rahmetinden ümitsizlanib ketadi. Kufrani nimet qiladi. Eğer biz fakirlik, kesellik, qattiqchilik qatorliq balalarga mubtala qilgandan keyin onunga nimetimizni tetishsak, u çokum menden balalar kötürülüp gitti, emdi kemmeydi o, dep şek şübhisiz hoşallanıp, mağrurlanıp gitti. Fakat balağa uçurğanda, savri qıyğan, nimet erişkende, yaxşı işlerini qıyğan kişiler yaxşılardır. Ulanın günahı mağfiret kılındı. Ula ahirette çoğun mükafatı erişidi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulanın, yani müşriklarının nemişki onunla bir hazine düşmedi, ya ki onun bilen billa onu tasdiqlaydigan bir perişti kelmedi deydiganlığı üçün sana nazil kılıngan vahiyinin bir kısmını yetkizün, bir kısmını yetkizgün kelmeydigandı. Yetkiziştin yürükün sıkıldıgandı. Sen fakat ulanı Allah'ın azabıdan agahlandırgıçsan. Allah hemme nesini tasarruf kılgıcıdır. Ula Kur'an'ni Muhammed özü uydurup çıkan deyişemdi. Aytqın ki
bu sözüңlarda rastçıl bolsaňlar Allah'tan gayri çaqıra alaydiganligi kişileringlarni yardamga çaqırıp fasahat ve balagat jihatdan Qur'andakiga o'xshaydigan 10 sure ijod qilib beqinglar. Eğer ular bu çaqırıqınlarga ovoz qo'shmasa, bilinglarki Qur'an Allah'ның vahiy qilishi bilan nazil qilingan. Allah'tan başqa hiç ilah yoktur. Sizler emdiği Allah'a boysunarsizlar. Qiygan yaxshi amalları bilan faqat hayati dünyani ve onun zibu zinnetini, yani dünyanın nimetlerini közleydiğen kişilerge ularning amallarının ecrini bu dünyada toluq berimiz. Dünyada ularning ecirden hiç nesi kemeytilmeydi. Bundaq kişilerge ahirette devzaqdan başqa nesi yoktur. Ularning qilgan işleri yok çıkırılıdı. Qilgan yaxshi amalları hesapga ilinmaydi. Rabbi tarafından kelgan roşan delil, yani Qur'onga asoslangan odam, yani Muhammed aleyhisselam hayatı dünyani közleydiğen kişiler bilan o'xshashmi? Onunla Allah tarafından kelgan guvohlik bergichi, yani Cibril aleyhisselam Qur'onni tilovat qiladi. Qur'ondan ilgari Musaga nazil qilingan kitap, yani Tevrat, İsrail avladığı yetekçi ve rahmet kılıp nazil kılındı. Eni şundaq kişiler Kur'an'a hakik işinidir. Her qandaq camiatin kimi ki Kur'an'ı inkar kılıdken, onunla vaat kılıngan cay devzaqtır. Kur'an'a şek keltirmegen. O hakikaten Rabbin tarafından nazil kılıngan hakikattir. Lekin insanların tolusu işenmeydi. Allah'a yalganını çaplagan kişidin mi, zalim kişi var mı? Eni şula kıyamet günü Rabbige toğrulundu. Guvahçılar, bula Rabbi hakkıda yalgan sözlegenlerdir deydi. Rastla Allah'ın laneti zalimlar buludu. Yani Allah zalimlarını rahmetinden yirak kılıdı. Ula kişilerini Allah'ın yoludan, yani İslam dininden tosudu. Allah'ın yolunun əgri boluşunu tileydi. Ula ahiretini inkar kılgıçılardır. Eni şula ziminde Allah'ın azabından hiç kutulanmaydı. Ulağa Allah'tan başka igi boluduğun yardımcılar mı bulmaydı? Ula kat mı kat azaplı düşer boludu. Ula haqqni anlaşqa ve haqqni görüşki qadir bulanmaydı. Eni şula özlerine ziyan salgıçılardır. Ularning oydurup çıkargan ma'budları ulardan özlerini chetga aldı. Şek yok ki ular ahirette en ziyan tatqıçılardır. Şübhisiz ki iman etganlar ve yaxshi amallarni qilganlar Rabbinin huzurida acizlik bildirganlar eni şular ahli cennetdir. Ular cenneti mengu qalgıçılardır. Kafirlar ve müminlerden ibaret iki firqa var. Bir firqa amağa ve gasqa o'xshaydi. Yeni bir firqa bolsa ko'zi ko'radigan, quluqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. İbret almamsizlar. Şübhisizki biz Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. U men haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. Bir Allah'tan başqaga ibadet qilmanglar. Sizlarning qattiq kunning azobiga uchrashinglardan qo'rqaman dedi. Onun qavmining kafir kattalari bizningcha sen faqat bizga o'xshash bir odamsan. Bizningcha aramizdagi past kishilar yengillik bilan sana ergashgan. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiligingiz yo'q. Belki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz dedi. Nuh aytdi: Ey qavmim, aytinglarchi, agar men Rabbim tarafidan nozil bo'lgan da'vatimning to'g'riligini isbotlaydigan aniq dalilga asoslansam ve uning rahmatiga, ya'ni payg'ambarlikka sazovor bo'lgan bo'lsam,
u dalil sizlar uchun maxfiy bo'lsa, sizlar uni yomon ko'rsanglar, uni qabul qilishga sizlarni majburlamdiq. Ey qavmim, sizlarga dinni tabliq qilganligim uchun sizlardan pul mol talab qilmayman. Bana ajr berishni faqat Alloh o'z ustiga olgan. Men iymon etgan kishilarni yenimdan qo'g'lab etmayman. Chunki ular shubhisizki Rabbiga muloqot bo'ladi. Lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman. Ey qavmim, agar men ularni qo'g'lab etsam, Allohning azobidan meni kim qutqiza oladi? O'ylanib boqmamsizlar. Men sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman. G'aybni bilaman demayman. Men albatta o'zimni farishta deb aytmayman. Hamda sizlar ko'zga ilmaydigan kishilarni Alloh ularga yaxshilik bermaydi demayman. Alloh ularning dillaridagini obdan biladi. Bo'lmasa men cho'qim zolimlardan bo'lib qolaman. Ular ya'ni Nuhning qavmi, ey Nuh, biz bilan munozirlashding. Nihoyat ko'p munozirlashding. Agar rost so'zligichilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni tushirib boqqin dedi. Nuh aytdi. Uni ya'ni azobni agar xolisa faqat Allohla tushira oladi. Sizlar hargiz qochib qutula olmaysizlar. Men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, u chaqda mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Alloh sizlarning Rabbinglardir. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar. Yoki ular, ya'ni Qurayshning kofirlari Qur'onni u, ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi o'ydirib chiqqan deyshamdi. Agar uni men o'ydirib chiqqan bo'lsam, o'z gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohinglardan ado judaman degin. Nuhga mundaq vahiy qilindi. Qavminga ilgari sen iymon etganlardan boshqa ya'ni iymon etuvchilar bo'lmaydi. Qavmingdan ilgari sana iymon etganlardan boshqa ya'ni iymon etuvchilar bo'lmaydi. Ularning qilmishidan qayg'urmagin. Bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kema yasig'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmagin. Ular cho'qim Tufon balasida g'arq qilindi. Nuh kema yasavotdi. Qavmining cho'nglari uning oldidan har qitim o'tganda uni masxir qilishdi. Nuh aytdi: "Sizlar bugun bizni masxir qilsanglar, kelajakda sizlar g'arq qilinganda, sizlar bizni masxir qilgandek, bizmi sizlarni cho'qim masxir qilamiz." Xor qilg'uchi azob, ya'ni Tufon balasi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga keladiganligini, doimiy azob, ya'ni jahannam azobining kimga tushadiganligini kelajakda bilsizlar. Tufon balasi to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzidan suv itilib chiqqan chaqda kemiga hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan ilvag'in. Oilangdagilar bilan halok bo'lishi hukm qilinganlar, ya'ni Nuh alayhisalomning ayoli va ila bilan o'g'li Kanan buning sirtida. Va iymon etganlar bilan kemiga chiqqan dedik. Uning bilan faqat ozg'ina kishilar iymon etdi. Nuh iymon etgan tavallarga aytdi: "Kemiga chiqinglar. Kemining mengishi va to'xtishi Allohning ismi bilandir. Shubhisizki mening Rabbim tavba qilguvchilarning gunohini haqiqatan mag'firat qilguvchidir. Mu'minlarga nihoyat mehribondir." Kema ularni elib tog'dek do'lqinlar ichida uzib baratdi. Nuh kema mengishdan burun o'zidan yiroq turgan o'g'lini: "Ey o'g'lim, biz bilan birga kemaga chiqqan, kofirlar bilan birga bo'lmagan" deb to'lidi. U: "Meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman" dedi. Nuh:
Bugün Allah rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashidan qutulib qala olmaydi dedi. Ularning orasini do'lqin ayirib etdi. Da u g'arq bo'lib ketdi. Ey zimin, suyingni yutqin. Ey bulut, tarqig'in deyildi. Suv sug'ildi. Allah'ның kafirlarni g'arq qilishdan iborat hukmi ijro qilindi. Kema Judi teg'ining ustida to'xtadi. Zolim qavm halok bo'lsin deyildi. Nuh Rabbiga duo qilib, Rabbim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sen bana ularning nijot tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qilguvchisan dedi. Allah aytdi: Ey Nuh, u men nijot tepishini va'da qilgan oilangdagilardan emas. Uning amali yomondir. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramagin. Men sening jahillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman. Nuh aytdi: Rabbim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang va rahim qilmasang, ziyon tortquchilardan bo'laman. Aytildi. Ya'ni Allah aytdi: Ey Nuh, sana sen bilen kimidi bilib bo'lganlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nozil bo'lgan omonat ve bereketler bilen kimidin düşkün. Ularning yeni bir kısım evladını hayatı dünyadan bahraman qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azabımızga tuchar bo'ladi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ani şu qissa g'aybga oid xabarlardandir. Sana onu vahiy qildik. Sen ve senin qavming buningdan ilgari onu bilmaydinglar. Sabr qilgan shubhisizki yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Ad qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdiq. Hud aytdi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlar Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan faqat Allohga yolg'onni to'qig'uvchilarsizlar. Ey qavmim, men tabliğ uchun sizlardan ajr so'ramayman. Menga ajr berishni faqat men yaratgan Alloh ustiga olgan. Sizlar tushunmamsizlar? Ey qavmim, Rabbinglardan mag'firat tilanglar, ondan uningga tavba qilinglar. Sizlarga u ko'p yig'in yog'dirib berdi. Sizlarga texmi kuch-quvvat berdi. Sizlar gunoh cho'mgan holda mening da'vatimdan yuz o'rmanglar. Ular aytdi: Ey Hud, sen bizga o'zingning rostligingni ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab o'tmaymiz va sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. Biz faqat seni ba'zi ilohlarimiz saron qilib qo'yibdi deymiz. Hud aytdi: Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglar ki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar, menga muhlat bermanglar. Biz faqat seni ba'zi ilohlarimiz saron qilib qo'yibdi deymiz. Hud aytdi: Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglar ki, men sizlarning Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar, menga muhlat bermanglar. Shubhisizki mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan bir maxluq yo'qdir. Rabbim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga zulm qilmaydi. Agar sizlar mening da'vatimni qabul qilishdan yuz o'rsanglar, yuz o'rganinglarning menga ziyni yo'q. Sizlarga men Rabbimning elchiligini yetkizdim. Payg'ambarning vazifasi faqat tabliğ qilishdir.
Rabbim sizlarni halok qilib, o'rninglarga boshqa bir qavmni keltirdi. Shirk keltirish bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Rabbim haqiqatan har bir narsani kuzatib turguchidir. Bizning azoblash buyrug'imiz kelganda Hudni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni marhamat qilib qutqizdik. Ularni qattiq azobdan xalos qildik. Ana shu Ad qavmi Rabbining mo'jizalarini inkor qildi. Uning payg'ambarlariga osiylik qildi. Her bir uchiga chiqqan tersa shafqatsiz, ya'ni haq qarshilik qilib jidallashguchining buyrug'iga ergashdi. Ularga bu dunyoda la'nat qilindi. Qiyomat kunimi ularga la'nat qilindi. Bilinglarki, Ad qavmi haqiqatan Rabbini inkor qildi. Agah bo'linglarki, Hud qavmi bo'lgan Ad halok bo'lsin. Sura Hud tercümesi 61. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Semud'a ulanın qerindişi Salihni peygamber kılıp evettik. O aytdi: Ey kavmim, Allah'a ibadet kılınlar. Sizlarga Allah'tan başka hiç ma'bud berhaq yoktur. O sizlarni zimindan, yani tuproqdan yarattı. Sizlarni ziminda turg'izdi. Allah'tan mağfiret tilanglar. Ondan onunğa tövbe qılinglar. Rabbim hakikaten yaqindir, duanı icabet qılğıcıdır. Ula, ey Salih, bunundan burun sen aramızda ümit kılıngan kişi idin. Yani bu sözünü aytishingdan burun aramızda çoğ adam bulup qilishingni ümit qilatdik. Bizni ata-bobolarimiz ibadet qilib kelgan butlarga ibadet qilishdan to'sumsan, shak shubhisizki haqiqatan biz sen da'vat qilgan ishqa zo'r gumondimiz deyishdi. Salih aytdi: Ey qavmim, aytinglarchi, agar men Rabbim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalillarga asoslansam va uning rahmati, ya'ni payg'ambarligiga sazovor bo'lsam, shundoq turuqliq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan meni kim qutqizadi? Meni o'zinglarga ergishishga da'vat qilish bilan menga faqat ziyondan boshqasini ziyoda qila olmaysizlar. Ey qavmim, bu Allah bevosita yaratgan tishto'ga sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning zaminiga qo'yib etinglar. İxtiyari otlusun. Onunğa ziyan zahmet yetkizmanglar. Bo'lmasa sizlarni pat yaqinda keladigan azob halok qiladi. Ular tishto'gini bo'g'izladi. Salih aytdi: O'yinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'lib olinglar. Bu va'da yolg'on emas. Bizning azob qilish emrimiz kelganda Salihni va uning bilan birga iymon etganlarni rahmatimiz bilan shu kunning sharmandichiligidan qutqizdik. Rabbing haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Zolimlarga qattiq ovoz yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Go'yo ular uylarida turmagandek, ya'ni ularning turgan joylari odamzod tarafidan avod qilinmagandek bo'lib qoldi. Bilinglarki, Samud Rabbini inkor qildi. Samud halok bo'lsin. Shubhisizki bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar İbrahimga xush xabar elib keldi. Ular sana amallik tilaymiz dedi. İbrahim, men sizlarga amallik tilayman dedi. O uzoq qolmay bir mo'zayni kavob qilib elib keldi. Ularning, ya'ni farishtalarning uningga qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularni xo'sh ko'midi. Ulardan qo'rqinish his qildi. Ular, qo'rqmag'in, biz Rabbingning farishtalari, tamoq yemaymiz.
biz hakikaten Lut'ның kavmini halak kılış için evetildik dedi. Onun ayalı yani Sara bir taraf tuturup Lut kavminin halak boladiganligidan hoşallanıp küldü. Biz onunğa yani Saraga İshak atlık balası boladiganligi bilen ve İshak'tan keyin keladigan Yaqub atlık nevris boladiganligi bilen hoş haber berdik. O yani Sara "Oyey, men bir momay tutsam, erim bir bovay tutsa, tuğam demen, bu hakikaten kızık işku" dedi. Ola Allah'ın emrinden yani kudretinden acablanamsan, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizlerning ailenlerine yani İbrahim'nin ailedikileriga nazil bo'lsin. Allah hakikaten medhileşke layıktır. Ulug'lashga layıktır dedi. İbrahim'den qo'rqinish yo'qolgan hamda xo'sh xabar uningga yetgan chaqda u biz bilan Lutning qavmi to'g'risida munozirlashishga kirishdi. İbrahim bo'lsa hakikaten ko'ngli ko'ksi keng, ko'p oqcha kichi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qiluvchi zotdir. Periştiler etti. Ey İbrahim, bunu yani Lut kavmi toğrusida munazirlashishni qo'ygan. Şübhisiz ki Rabbingning ularni halak qilish to'g'risidagi emri allaqachon tushdi. Ularga cho'qim munozirlashish yoki shafaat qilish bilan qaytirg'ili bo'lmaydigan azob tushdi. Bizning elçilerimiz yani periştiler Lut'ның yeniga kelgan chaqda Lut öz qavmining ularga chiqilib qo'yishidan qo'rqib qiyin ahvolda qoldi. Ular to'g'risida yurak siqildi ve bu bir deshvar kundir dedi. Lut'ның qavmi uning qishig'i aldirab kelishdi. Ular burunli yomon ishlarni qilatdi. Yani levatet kılattı. Lut etti. Ey kavmim, mening bu kızlarım sizlarga en paktır. Allah'tan korkunglar. Mehmanlarım aldıda meni rasvo qilmanglar. Aranglarda qabih ishdan to'sadigan birer kallasi joyida odam yo'qmi? Ular Lutga aytdi. Kızlarınğa bizning hacetimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek bizning maqsadimizni obdan bilasan. Lut aytdi. Kaşki mening sizlarga qarshi turadigan kuch-quvvatim bo'lsa edi yoki iltijo qiladigan kuchli jamoatim bo'lsa edi, cho'qim sizlarga zarba bergan bo'lardim. Ular yani periştiler. Ey Lut, şübhisiz ki biz Rabbingning elçileri durmaz. Ular herkesmi sana ziyan yetkazolmaydi. Ailangdagilarni ilib kechining oxirida ularning ichidan chiqib ketgan. Ayolingdan boshqa sizlardan hech kishi orqasiga qaramasin. U yani ayoling ular bilan birga halok bo'lguchidir. Shubhisizki ularga azob tushadigan chaq tong vaqtidir. Tong yaqin emasmi? dedi. Bizning jazolash emrimiz tushganda ularning yurtlarini ostun üstün qilib etdik. Yani ko'mtirib etdik. O yurtlarga biz üstilep sapal taşlarını yağdırdık. O sapal taşlarga Rabbinin dergahida belgi selingan idi. O yurtlar zalimlar yani Kureyş kafirlerden yirak emas. Medyen ahliga ularning qerindishi Şuaybni peygamber qilib evetdik. O aytdi: Ey kavmim, Allah'a ibadet qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Ölçemde ve tarazida kam bermanglar. Men sizlarni haqiqatan boy hisoblayman. Men haqiqatan sizlarning hammani qurshab turg'uchi kun, ya'ni qiyomat kunining azobiga duchor bo'lishinglardan qo'rqaman. Ey qavmim, sizlarga
Ölçemni to'g'ri o'lchanglar, tarozini to'g'ri tortinglar, kishilarga narsalarni kambamanglar, yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar. Ey qavmim, sizlar o'lchamni to'g'ri o'lchanglar, tarozini to'g'ri tortinglar, kishilarga narsalarni kambamanglar, yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar. Allah sizlarga qoldirgan halol rizq sizlar yiqqan haromdan yaxshidir. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar. Men sizlarga muhofazatchi emasman. Ular, ey Shuayb, sening namozing, ya'ni dining, seni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarni, ya'ni butlarni bizni tashlatqizishga yoki mollarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishimizni tark etkizishga buyurumdi. Sen tazımı ko'ngli ko'ksikan, tazımı to'g'ri yo'l topgan odamsan-da, dedi. Shuayb aytdi. Ey qavmim, aytib beqinglarchu, Rabbim menga ro'shan pokit, ya'ni payg'ambarlik va keng tasha halol rizq ato qilgan bo'lsa, men shundoq ne'matlarni ato qilgan Rabbimning amriga xiloflik qilamdim. Sizlarga qilish ma'ni qilingan ishni o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha tuzashni xohlayman. Men faqat Allohning yordami bo'lgandala muvaffaqiyat qozona olayman. Hamma ishda Allohga tayinaman va uningga yuzlanaman. Ey qavmim, sizlarning menga qarshi turganliginglar, sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Solihning qavmi duchor bo'lgan azobga duchor qilmasin. Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas. Rabbinglardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Mening Rabbim tavba qilguvchilarga haqiqatan marhamatlikdir. Ularni do'st tutquchidir. Ular, ey Shuayb, biz sening aytganlaringning nurg'unini tushunmaymiz. Biz albatta seni aramızda kuchsiz odam deb qaraymiz. Sening qavm qarindoshlaring bo'lmaganda edi, biz seni cho'qim tosh kesak qilib o'ltiratdik. Sen bizga e'tiborlik emassan, dedi. Shuayb aytdi. Ey qavmim, mening qavm qarindoshlarim sizlarga Allohdanmi e'tiborlikmi? Sizlar Allohni orqanglarga cho'rib etdinglar. Ya'ni Allohga itoat qilmadinglar va Allohni ulug'lamadinglar. Rabbim sizlarning qilmishinglardan albatta to'liq xabardordir. Ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Menmi albatta o'z yo'lim bo'yicha harakat qilay. Uzoq qolmay kimning rasvo qilg'uchi azobga duchor bo'ladiganligini va kimning yolg'on ekanligini bilasizlar. İşlaringlarning oqibatini kutinglar. Shubhisizki menmi sizlar bilan birga kutaman. Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda Shuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. Özleriga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Go'yo ular uylarida turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Madyan aholisi xuddi Samud qavmi halok bo'lgandek halok bo'lsin. Biz Musoni haqiqatan oyatlarimiz, ya'ni Allohdan nozil bo'lgan dini ahkamlar va ro'shan dalillar, ya'ni mo'jizalar bilan Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular Fir'avnning buyrug'iga bo'ysundi. Fir'avnning buyrug'i to'g'ri emas edi. Biz Musoni haqiqatan oyatlarimiz, ya'ni Allohning nazil bo'lgan dini ahkamlar va ro'shan dalillar, ya'ni mo'jizalar bilan Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik.
Qavmning çoğunları payg'ambar qilib avatdiq. Ular Fir'avnning buyrug'iga bo'ysundi. Fir'avnning buyrug'i to'g'ri emas edi. Fir'avn qiyomat kuni boshlamchilik bilan o'z qavmini do'zaxga boshlab kirdi. U joy nima degan yomon? Ular bu dunyodami, qiyomat kunidami la'natga uchraydi. Ularga berilgan ikkili dunyoda la'natga uchrashdan iborat bu sovg'a nima degan yomon? Mana bular aholisini biz halok qilgan yurtlarning xabarlaridandir. Uni sana vahiy orqali bayon qilamiz. O yurtlardan izi qolganlarimi bor, ya'ni aholisi halok qilinib, yurtlarining o'rni qoldirilganlarimi bor. Izi qolmaganlarimi bor, ya'ni aholisi bilan qo'shib o'rib etilgan ziroatdek vayron qilinganlarimi bor. Biz ularga zulm qilmadik, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Rabbingning ularni halok qilish farmoni kelganda ularning Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlari hech narsaga asqatmadi. Ularga faqat ziyon soldi. Rabbim zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'limi qattiqdir. Oxirat azobidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Ana shu kun bütün haloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lgandala so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatman bo'ladi. Badbaxtlarga kelsak, ular do'zaxga kirdi. Ular do'zaxda eshak qang'irgandek to'lab nola faryod chekadi. Do'zaxning osmon zimini yo'qolmaydi tursa, ular do'zaxda Rabbing xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Rabbing albatta xohlaganini qiluvchidir. Saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kirdi. Jannatning osmon zimini yo'qolmaydi tursa, ular jannatda Rabbing xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Bu ularga qilingan üzülüp qolmaydigan in'amdir. Ular, ya'ni mushriklarning butlarga cho'qinishining gumrohlik ekanligidan cheklanma. Ular faqat o'zlarining biz sana qissasini bayon qilgan ota bobolarga o'xshashli cho'qinadi. Biz ularning azobdan tegishlik nisibasini cho'qim kemaytmay beramiz. Şübhəsizki biz Musa'ga kitap, yani Tevrat'ni berdik. Onun to'g'risida ixtilof qilindi. Yani onun kavmi bu kitap üstüde ixtilof qilishdi. Rabbingning oldin chiqargan ularni jazolashni qiyomatga qoldirish haqidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida mushu dunyoda yaxshiga yaxshi, yomonga yomoncha cho'qim hukm chiqariladi. Hakikaten ular onundan, yani Kur'an'dan zor gumandıdır. Rabbim her bir adamge onun kılgan emellerinin mükafatını toluq berdi. Allah elbette ularning emellerinden toluq haberdardır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah seni buyurgandek doğru yolda mangan. Sana iman etqanlarmı doğru yolda bolsun. Meni kılıngan işlerini kılıp Allah'ın çeklemelerinden çıkıp ketmenglar. Şübhisiz ki Allah kılmışınlarını körüp durğucudur. Zalimlarga mail bolmanglar. Mail bolsanglar do'zax azobiga qalasizlar. Sizlarga Allah'tan başka do'zaxdan qutuldiradigan
hiç yardımcı yoktur. Ondan keyin hiç yardımga erişilmeysizler. Kündüzning ikki tarafida, ya'ni attiganda va kechqurun vaqtlarida va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'tigin. Shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu tushungichilar uchun va'z nasihatdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklarning yetgan aziyatlariga sabr qilgin. Allah haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaydi. Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nimishqa yomonlarni, ya'ni yer yuzida buzg'unchilik qilishdan to'sadigan aql egalari bo'lmadi. Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nimishqa yomonlarni yer yuzida buzg'unchilik qilishdan to'sadigan aql egalari bo'lmadi. Ular orasidan buzg'unchilikni to'sib bizning nijotligimizga erishgan ozg'ina kishilar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilg'uvchilar aysh ishratlik turmushni qo'g'lishidi. Ular gunohkor odamlardir. Rabbing aholisi yaxshi bo'lgan yurtlarni zulm silib halok qilmaydi. Agar Rabbing xolisa edi, bütün odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qoladi. Ulardan to'g'risida davomliq o'xshamagan fikrdidir. Ular din to'g'risida davomliq o'xshamagan fikrdidir. Faqat Rabbingning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Shunga Allah ularni o'xshamagan fikr qilish tabiatida yaratdi. Rabbingning men cho'qim jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilandi. Ko'nglingni xotirjam qilish uchun sana payg'ambarlarning qissalarini bayon qilib beramiz. Buningda sana haqiqat keldi. Mu'minlar uchun va'z nasihat va ibratlar bordir. Mu'minlar uchun va'z nasihat va qissalardan ibratlar bordir. Iymon etmaydiganlarga aytqinki, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Bizmi o'z yo'limiz bo'yicha harakat qilaylik. Sizlar ishinglarning oqibatini kutinglar. Bizmi albatta shuni kutamiz. Osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilish faqat Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Rabbing qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir.